Rossiya Premyer Ligasining eng qiziq 3 va markaziy o'yinlari bor. Hozir bularni sizlar bilan to'g'ri prognoz qilib chiqamiz va aytgancha birinchilardan bo'lib prognoz analitikalarni hammasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Ссылка opsiyasida o'tib obuna bo'lsangiz bo'ladi. Hamma svej informatsiyalarni Telegram kanalimizdan ko'rishingiz mumkin. Demak, biz boshlarga birinchi o'yin albatta bizda CSKA Rostov o'yini, ya'ni Rossiya Premyer Ligasining markaziy o'yinlaridan biri hisoblanadi. Bu jamoalar oldin ham ko'p marta to'qnash kelishgan va asosiy qismida albatta CSKA g'alaba qozongan va bugungi o'yinda ham CSKA o'zini uyida o'ynashni hisobga oladigan bo'lsak, nisbatan ustunlikka ega desak ham bo'ladi. O'zi CSKA o'z uyida har doim yaxshi o'ynagan raqiblarga qarshi teng o'ynagan o'zining darajasiga raqiblar bilan va undan tashqari Rostovda ham yaxshi tarkib shakllangan ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, Rostov ham CSKAga nisbatan yaxshigina qarshilik ko'rsatishi mumkin. Albatta Rostov qarshi hujumlarda, himoyada juda tartibli o'yin qilishadi. CSKAga nisbatan hujum chizig'i ancha kuchliroq va mana shunaqa tengma-teng imkoniyatga ega jamoalarning to'qnashuvida asosan kamroq gollar bo'ladi. Shu sababli bizni bu o'yinda taxminimiz umumiy gol soni 3.5 tadan kam bo'ladi. Chunki ikkala jamoa avtobus qo'yib o'ynashi ham mumkin yoki ma'lum bir himoyaviy pozitsion hujumlarni tanlagan holatda albatta himoyada harakat qilsa kerak deb o'ylaymiz. Ya'ni jamoalar ehtiyotkorona o'ynashadi, ochkolarni, ya'ni 3 ochkoni qo'ldan boy bermaslik uchun. Shu sababli bu o'yinda ikkala jamoa himoyaviy o'ynashi kutilmoqda va shu aytganimdek umumiy gol soni 3.5 tadan kam bo'ladi. Va demak, ikkinchi o'yin esa ikkita Dinamochilarning o'yini, Dinamo Moskva va Dinamo Maxachkala. Aynan bu jamoalar ham juda ko'p marta to'qnash kelishgan. Ikkala jamoadan ham hozir kuchli, yaxshi o'yin kutib turman, lekin nisbatan Dinamo Moskva asosan hujumda ko'proq yaxshi harakat qilsa, ya'ni hujum chizig'idagi o'yinchilari o'yindagi ko'p narsani hal qilib qo'yish imkoniyatiga ega. Albatta chap qanot, o'ng qanotda ham juda yaxshi harakat qiladi. Undan tashqari Dinamo Maxachkala esa buni sal teskari varianti, ya'ni ular ko'proq himoyada tartibli o'yin ko'rsatishadi va imkoniyat bo'lganda qarshi hujumga o'tib raqib jamoaga gol urishga harakat qilishadi. Shu sababli bu o'yinda nisbatan Dinamo Moskva yaqqol favorit desak bo'ladi. O'z uyida o'ynashni hisobga olsak va ko'proq hujumlar qilishni hisobga olsak, bu o'yinda Dinamo Moskva g'alabasini kutib turibmiz. Keyingi o'yin yana qiziq o'yinlardan biri Zenit Radina o'yini. Albatta bu o'yin juda muhim Zenit uchun, ya'ni 3 ochkoni qo'lga kiritishi va Radina uchun ham muhim desak bo'ladi. Nimaga unaqa deyman? Chunki Zenit har doim o'z uyida u ham juda yaxshi o'yinlar ko'rsatgan. Albatta hujum chizig'i ancha kuchli. Oldinlari ham Premyer Ligada juda yaxshi o'rinlarni egallashardi, chempionlar bo'lishardi va hattoki Yevrokuboklarda ham yaxshigina qatnashib qo'yardi. O'sha paytlar esimda Zenitda xalqaro darajadagi legionerlar ham bo'lardi. Braziliyalik Halk o'ynagan adashmasam, juda yaxshi playmaker ham sifatida o'yinda ko'p narsani hal qilib qo'yardi va hozirda ham mahalliy o'yinchilar orasidan xuddi shunaqa variantli futbolchilarni topsak bo'ladi Zenit tarkibida. Va Zenit albatta shunday holatdan kelib chiqib ketadigan bo'lsak, Zenit maksimal g'alaba uchun o'ynaydi, ochiq futbol qiladi, hujumkorona futbol qiladi va ko'proq gol urishga harakat qiladi. Bu vaziyatda esa Radinaga ancha qiyin bo'lishi mumkin. Ular bunaqa kuchli jamoaga qarshi ko'proq himoyada vaqt o'tkazishi kutilmoqda. Qarshi hujumlarda o'ynashi ham mumkin, lekin imkoniyat bo'lganda, lekin asosiy pozitsiyasi ularning himoyaviy o'yin bo'lishi kutilmoqda Zenitga qarshi. Shu sababli bugungi o'yinda biz katta ehtimol Zenitning g'alabasini kutamiz, chunki Zenit baribir bilasizlar yaqqol favorit. Rossiya Premyer Ligasining top 3ligiga kiradigan jamoalardan biri. Albatta misol uchun CSKAdan tashqari yoki Rubindan tashqari, yo'q, Rubin emas, balki Rostovdan tashqari hisoblagan bo'lsak, bu joyda Lokomotiv Moskva ham bor. Zenit ularga nisbatan ancha yuqoriroq klassdagi komanda hisoblanadi. Shu sababli bugun osonlikcha Radina jamoasini yutishi kerak deb o'ylaymiz, ya'ni Zenitning g'alabasi. Endi yakuniy ekspertlarni ko'radigan bo'lsak, demak bizda yakuniy ekspertlarimiz albatta birinchi o'yin CSKA Rostov o'yinida umumiy gol soni 3.5 tadan kam, ikkinchi o'yinda Dinamo Moskva g'alabasi kutilmoqda Dinamo Maxachkalaga qarshi va uchinchi o'yinda Zenit Radina o'ynada Zenit g'alabasi kutilmoqda. Bu o'yinlarni ko'rish kerak, shunchaki yana qanaqa vaziyatlar bo'lar ekan, keskin o'zgarishlar bo'lishi mumkin, keskin hisoblar bo'lib ketishi mumkin va bu taxminlarimiz to'g'ri, bu ekspertlarimiz 100% ishlamaslik holati ham bor, lekin biz bularni hozirgi jamoalar tarkiblari, oxirgi natijalariga qarab prognoz qilamiz, o'rganib chiqamiz, analitika qilamiz va shundan keyin esa aynan mana shular asosida ma'lumotlarni yig'amiz. Shunga o'xshash ekspertlar, prognozlar,
analitikalarning hammasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Ссылка описанияda o'tib obuna bo'lsangiz, hamma informatsiyalarni ko'rib borishingiz mumkin. Shu sababli Telegram kanalimizni kuzatib boring, o'yinlarni ham ko'ring. Qiziq o'yinlar Rossiya Premyer Ligasida hali ancha oldinda. Keyingi videolarda ko'rishguncha videoga like bosishni esdan chiqmasin.